Valyuta almashinuvi haqida. Tasavvur qiling, siz boshqa davlat valyutasiga pullaringizni almashtirmoqchisiz, lekin ayirboshlash shoxobchasiga borish niyatingiz yo'q. Bu yerda brokerlar yordamga keladi. Brokerlar bu odamlarga yoki kompaniyalarga onlayn platforma orqali valyutalarni almashtirishga yordam beradigan vositachidir. Ular sizga turli valyutalarni sotib olish yoki sotish imkoniyatini yaratib beradi. Boshqa valyutalarni almashtirishni istagan odamlarga bog'lanish imkonini yaratadi. Forex bozorida yana bir ishtirokchi hedge fondlar bor. Bu kompaniyalar boshqa odamlarning mablag'larini boshqarib, forex bozorida foyda olish uchun turli strategiyalardan foydalanishadi. Shuningdek, banklar va boshqa moliyaviy korxonalar ham forex bozorida faol ishtirok etadi. Ular valyuta almashishdagi xavflarni kamaytirish va xalqaro tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun ushbu bozorga murojaat qilishadi. Xulosa qilib aytganda, forex bozorida turli ishtirokchilar turli valyutalarni sotib olib yoki sotib foyda olishni maqsad qilgan. Treyderlar ham forex bozorida brokerlar va onlayn platformalar orqali ishtirok etishadi. Keyingi darsda sizga ushbu platformalar yordamida qanday qilib pul ishlashni ko'rsataman. Lekin leverage va uni qanday ishlatilishi bu haqida keyingi darslarda gaplashamiz.